Hozir siz suratda ko'rgan yigit avtohalokat sabab vafot etdi. Og'ir oqibatli ushbu yo'l transport hodisasi joriy yilning 22 fevral kuni Navoiy viloyati Konimex tumani hududida ro'y bergan. Aniqlik kiritilishicha, vafot etgan fuqarolardan biri 2002 yilda tug'ilgan. Bu haqda marhumning yaqinlaridan biri o'zining Instagram sahifasida do'stini xotirlab video joyladi. Biz ular bilan ham telefon orqali bog'landik. Marhumning do'stini bizga ma'lum qilishicha, mashinada yigitdan tashqari uni boshqa sheriklari ham bo'lgan ekan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu yo'l transport hodisasiga quvib o'tish qoidalarini buzish sabab bo'lgani ko'rsatilgan. Biz holat bo'yicha rasmiy izoh olish maqsadida Navoiy viloyati Ichki ishlar bo'limi axborot xizmati bilan bog'landik. Mas'ullar taqdim etgan rasmiy munosabatda ushbu avtohalokat sabab 2 nafar fuqarolar voqea joyida, qolgan 2 kishi esa kasalxonada vafot etgan. Respublikamizda shu kabi avtohalokatlarni oldini olish maqsadida mas'ullar hamda haydovchining hamkasblari ishtirokida muhokama yig'ilishi ham o'tkazilgan. Bu haqda Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining rasmiy Telegram kanalida xabar berildi. Ayni vaqtda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Millar dasturi marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiradi.